Bismillahirrahmanirrahim. Sura Kahf. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Jimi hamdu sana Allohga xosdirki, Allah insonlarni o'z tarafidan bo'lgan qattiq azobdan ogohlantirish, yaxshi amallarni qilgan mo'minlarga obdan mukofot, ya'ni jannat beradiganligi bilan xush xabar berish uchun qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Bandisi, ya'ni payg'ambari Muhammadga to'g'ri hech qanday qing'irlik, ya'ni ixtilob, ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nozil qildi. Makithina fihi abada. Ular, ya'ni yaxshi amallarni qilgan mo'minlar jannatda mangu qoladi. Va yunzirallazina qalu ittakhadallohu walada. Allohning bolasi bor deguchilarni ogohlantirdi. Ma lahum bihi min ilmin wa la liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba. Ular va ularning ota-bobolari bu bo'xtonlarda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ularning eg'izlaridan chiqqan so'z nima degan cho'ng. Ular faqat yolg'onni aytadi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Agar ular Qur'onga iymon etmasa, afsuslanib, ularning iymondan yuz o'rganligidan o'zingni halok qilib etishing mumkin. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. İnsanlarning qaysilarining amali eng yaxshi ishkanligini sinash uchun biz haqiqatan yer yuzidagi shay'larning hammasini yer yuzining zinnati qildik. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Biz cho'qim yer yuzidagi dal-daraxt, tog' va bino qatorliq narsalarning hammasini yo'q qilib, yer yuzini tub-tuz bayovonga aylantiramiz. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Ashabul Kahfni va Raqim, ya'ni Ashabul Kahfning ismlari yozilgan taxtini bizning qudratimizni ko'rsatib beradigan alomatlarimiz ichidagi eng qiziqi deb qaradingmi? إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Öz vaqtida bir qancha yigit g'orni panojoy qilib oldi. Ular, Parvardigorimiz, bizga rahmat xazinalaringdan ato qilgin. Bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquchilardan qilgin dedi. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Ularni biz g'orda uzun yillar uxlatib qo'ydik. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Ondan ikki guruh, ya'ni Ashabul Kahf ichidagi qanchalik uxlaganliklari haqida ixtilof qilishgan
ikki guruhdan qaysisining g'orda qanchalik uzoq turishqanliklarini inchki hisoblaydiganligini sinash uchun ularni o'yg'otdik. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. İnnahum fityatun amanu bi rabbihim ve zidnahum huda. Biz sana ularning hikoyasini rostlıqı bilan aytib beramiz. Ular haqiqatan Parvardigoriga iymon etgan, biz hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Ularning dillerini, yani irodasini mustahkam qildik. O'z vaqtida ular imonsiz zolim podshoh oldida dast turib aytdi: bizning Parvardigorimiz osmonlarning va zaminning Parvardigoridir. Biz uni qo'yib hargizmi boshqa ilohga ibodat qilmaymiz. Agar biz Allohning sherigi bor deydigan bo'lsak, bu chog'da haqiqatdan to'liq yiroqlashgan bo'lamiz. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Bizning qavmimiz Allohni qo'yib butlarni iloh qilib oldi. Ular o'zlarining ilohlarga ibodat qilishga tegishlik ekanligiga nemishqi aniq dalil keltirmaydi. Allohga yolg'onni choplagan odamdinmi zolim kim bor? وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Ey yigitlar, sizlar ulardan va ularning Allohdan boshqa ibodat qiladigan butlaridan ayrilgan ekansizlar, g'orni panoh joy qilinglar. Parvardigoringlar sizlarga keng rahmat qiladi. Alloh sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib beradi. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Kun chiqqan chog'da ularning g'orning o'ng tarafiga o'tib ketganligini, kun potgan chog'da ularning g'orning shimol tarafiga o'tib ketganligini ko'rasan. Ya'ni g'orning ishki shimol tarafda bo'lganlikdan kunning nuri g'orning ikki tarafiga tushib turdi. Alloh ularni hurmatliganlikdan kun chiqqandimu, potqandimu, uning nuri ularning ustiga tushmaydi. Ular bo'lsa, g'orning o'ttirsidagi bo'shliqdadir. Bu Allohning qudratini ko'rsatib beradigan alomatlardandir. Kimiki Alloh hidoyat qiladigan, u haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Alloh ozdirdikan, uningga yo'l ko'rsatguchi do'stni hargiz topolmaysan. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Mubada ularni ko'rdigan bo'lsang, ko'zlarining ochiqligi va
o'rilib turdiganligidan ularni o'yg'oq deb o'ylaysan. Halbuki ular uyqudadir. Ularni biz o'ng va so'l tarafga o'rib turamiz. Ularning ishti g'orning bo'sug'isiga 2 putini so'zib yotidi. Agar ularni ko'rdigan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib, yuz o'rib, cho'qim qochgan bo'latding. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Ularni uxlatqinimizdek, g'orda qanchalik turganliklarini o'z ara so'rasin deb, o'limga o'xshash uzoq uyqudan ularni o'yg'atdik. Ularning biri, bu g'orda qancha uzoq turdinglar dedi. Ular, bir kun yoki bir kundinmi oz turdik deyishdi. Ularning ba'zisi dediki, qancha uzoq turganliginglarni Parvardigoringlar obdan biladi. Buni surishtirishning foydasi yo'q. Biz hozir och. Biringlarni buyuringlar. Bu tangilarni shaharga elib berib, kimning tomiqi eng pokiz bo'lsa, uningdan sizlarga setib elib kelsin. U shaharga kirishda va tomoq setib olishda ehtiyot qilsin. Sizlarni hech kishiga to'ydirmasin. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Agar shahardagi kishilar sizlarni tutib olsa, sizlarni chalma-kesak qilib o'ltiradi yoki sizlarni o'zlarining diniga kirishga majburlaydi. Mundaqda hargizmi maqsadinglarga erisholmaysizlar. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ularni uxlatib o'yg'atqinimizdek, kishilarga Allohning qayta tirildirish to'g'risidagi va'dasining haqligini va qiyomatning bo'ladiganligida shak shubha yo'q ekanligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabardor qildik. O'z vaqtida ular Ashabul Kahf qabzi ruh qilingandan keyin Ashabul Kahfning ishi ustida datalash qilishdi. Ba'zi kishilar ularning yeniga hech kishining kirmasligi uchun Ashabul Kahfning atrofiga, ya'ni g'orning ishiga bir tom etinglar dedi. Alloh Ashabul Kahfning ahvolini hammadan obdan biladi. Gepi o'tadigan boshliqlar, ya'ni podshoh va shahar katta boshlari g'orning atrofiga, ya'ni g'orning ishki oldiga albatta bir masjid salayli dedi. سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل
فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Ular, yani Peygamber aleyhisselamның zamanındaki nasaralar, ular, yani Ashabul Kahif, 3 bulup, 4-incisi ularning ishtidir, deydi. Ba'zilar, ular 5 bulup, 6-incisi ularning ishtidir, deydi. Bu butunlay asossiz, qarisiga aytilgan so'zdir. Yani ba'zilar, ular 7 bulup, 8-incisi ularning ishtidir, deydi. Aytqinki, ularning sonini Parvardigorim obdan biladi. Undan boshqa ozg'ini kishilar biladi. Ular to'g'risida nasaralar bilan faqat yuzagina munozirlashgan. Ya'ni bu haqda munozirlashuvchilarni tasdiqmi qilmaydigan, yolg'ong'imi chiqarmaydigan darajada munozirlashgan. Ularning hech biridan Ashabul Kahif qissasini so'ramagin. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Sen birər ishni qilmoqchi bo'lsang, ata shu ishni cho'qim qilaman demay. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Xudo xolisa degan so'zni qo'shib degin. Ya'ni Xudo xolisa qilaman degin. Xudo xolisa degan so'zni unutib qolsang, Parvardigoringni tilga olgin. Ya'ni Xudo xolisoni esingga kelganda aytqin. Hamda Parvardigorimning meni buningdanmi yaqin to'g'ri yo'lga boshlashini, ya'ni dinim, dunyoyimda meni eng tuzuk ishlarga muvaffaq qilishini umid qilaman degin. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Ular o'z g'orida 309 yil turdi. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Aytqin ki, ularning turgan vaqtini Allah obdan biladi. Osmonlardagi, zemindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Allohning ko'rishi nima degan mukammal. Allohning anglishi nima degan mukammal. Ularga Allohdan bo'lak hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Allah o'z hukmida hech kishini sherik qilmaydi. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Ey Muhammed, sen Parvardigoringning kitobidan sana vahiy qilinganni o'qigin. Allohning so'zlarini hech kishi o'zgartirmaydi. Sen hargizmi Allohdan bo'lak iltijogoh topolmaysan. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sen Parvardigorining roziligini tilab, atigan oqshomda uningga ibodat qiladiganlar, ya'ni ojiz, kambag'al musulmonlar bilan savrchan bo'lgan holda billa bo'lgin. Hayoti dunyoning zibbu zinnatini, ya'ni mushriklarning cho'nglarining suhbatini deb, ularni ko'zga ilmay qolmagin. Biz dilini zikrimizdan g'aflatda qoldirgan, nafsi xohishiga agashgan, ishi haddidan oshgan odamning so'ziga agashmagin.
وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Ey Muhammed, bu haq Qur'on Parvardigoringlar tarafidan nozil bo'ladi. Xohlagan odam iymon etsin, xohlagan odam kofir bo'lsin degan. Biz haqiqatan kofirlar uchun tutun pardalari ularni o'rib oladigan o'tni tayyorladik. Ular tashnolikdan suv talab qilsa, ularga madan eritmasiga o'xshash yuzlarini ko'ydirib yetadigan nihoyat qiziq suv beriladi. Bu nima degan yomon sharob, jahannam nima degan yomon joy. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti innâ lâ nudî'u ecre men ahsana amala. İman etqan ve yaxşı amallarni qilganlarga keladigan bo'lsak, biz ularning qilgan yaxshi amallarining savobini haqiqatan yo'qqa chiqarib etmaymiz. Ulaika lahum cennatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Ani shular ostidan o'stanglar eqib turadigan, ular doim turadigan jannatlardan bahramand bo'ladi. Jannatda ular oltin bilayzuklarni soladi. Nepiz ve qalin yipakdan ishlangan yeşil kiyimlarni kiyidi. Oltin ve esil raxtlar bilan qoplangan taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Bu nima degan yaxshi mukofot. Jannat nima degan go'zal joy. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Ular, yani kambag'allarni yeningdan qo'g'lab etishni talab qilgan kofirlarga mundaq biri mo'min, biri kofir bo'lgan ikki odamni misol qilib keltirgan. Ularning biriga, yani kofirga, biz atrofi xo'rmizorliq, ikki bog'ning o'tirsi ekinzorliq bo'lgan tolliq ikki bog' ato qildik. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Her ikkilisi kam kutsiz, to'liq meyve beradigan bog'lar bo'lib, ularning orasidan eqib turadigan o'stangni barpo qildik. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. O, yani bog' egisi nurg'un mol mulkka ega edi. U birodariga faxrlanib, "Men sendin boy, odamlarim, yani xizmatchilarim, bolalarim, yordamchilarim seninkidan ko'p" dedi. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. U mo'min birodarini yetilab beg'iga kirib, kufrlik qilish bilan o'ziga zulm qilgan holda aytdi. Bu bog' mangu yo'qolmaydi deb o'ylayman.
وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Shuningdek, qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar men Parvardigorimga qaytarilgandimi, ya'ni qiyomat bo'lgandimi, albatta bu bog'dan yaxshiroq joyni topaman. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Onunğa mömin birodari munozirlashgan holda aytdi: Seni aslida tuproqdan, ondan obi ma'nidin yoritib, ondan seni ravrus inson qilgan zotni inkor qilamsan? لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Lekin men Parvardigorim bo'lgan u Allohni e'tirof qilaman. Parvardigorimga hech ahadini sherik keltirmayman. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Sen beg'inga kirgan cheg'ingda Allohning xolig'ini bo'ladi. Allohning yordami bo'lmasa, qo'limdan hech ish kelmaydi desangchi. Sening qarashingcha mening melim va avlodim seninkidan oz bo'lsa-mu? فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Ümitki, Parvardigorim manga sening beg'ingdan yaxshiroq narsa ato qilg'ay. Beg'ingga osmondan bir ofat yuzlandirish bilan beg'ing tüp-tüs qaqos yerga aylanib qolg'ay. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Yoki uning suyi singib ketib, uni izlash, ya'ni asliga keltirish sening qo'lingdan kelmaydi. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Onun meyveleri, yani beği vayron bo'ldi. Kelining bedishlari yerga yiqildi. U boqqa sarf qilgan chiqimlariga hasrat chekib, ikki olqinini uvlig'ili turdi. Hamda u, men Parvardigorimga hech ahadini sherik keltirmasam-chu, dedi. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Onunğa Allah'tan başqa yordam qiladigan, ya'ni uningdan bu balani dab'i qiladigan hech jamoa bo'lmadi. O'ziga o'zi yordam qilolmadi, ya'ni balani o'zidan dab'i qilolmadi. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Bu yerda, ya'ni mundoq holatda madadkor bo'lish faqat barhaq Allohga xosdir. Alloh o'ziga iymon etquchilarga dunyo va oxiratda yaxshi mukofot berguchidir. Uningga yo'langan va uni umid qilganlarning oqibatini yaxshi qilguchidir. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Ey Muhammad, ularga, yani kishilarga dunyo tirikchiligi haqida mundaq misolni keltirgin. U shuningga o'xshaydi-ki, biz osmondan yomg'ir yog'dirdik. Shu suv bilan zaminning o'simliklari bir-biriga chirmishib boluq o'sdi. Keyin u qurib to'kildi. Shamollar uni taraf-tarafga uchirib ketdi. Alloh har narsaga qodirdir. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Mallar ve balalar dünya tirikçiligining zinnatidir. Baqi qoladigan yaxshi amallarning savobi Parvardigoringning nazarida teximi yaxshidir. Umid teximi cho'ngdir. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. O kunda, yani kıyamet günüde biz tağlarını yok kılımız. Zeminni uçuk, tüptüz körüsen. Yani onu tosp turduğun tağ, derek, binalar bolmaydı. Ularni, yani insanlarni mahşergahqa yığımız. Ulardan bir kişini mi kaldırıp koymayımız. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. Ular, yani cimi halayık, sep buluşup, Parvardigoringga to'g'rilanadi. Kofirlarga, sizlar bizning oldimizga, sizlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatda molsiz, bolasiz, yalang'och keldinglar. Balki sizlarga va'da qilingan chog'ni bekitmaydi deb o'ylagansizlar. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish, jazoga tortilish yo'q deb o'ylagansizlar deymiz. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Kişilerinin namı emali o'tirg'i qo'yiladi. Gunohkorlarning uningdagi xotirlardan qo'rqqanligini ko'rsan. Ular voy bizga bu nomi amalga cho'ng kichik gunohning hammasi xotirlanibdi-ku deydi. Ular qilgan atganlarining hammasining nomi amaliga xotirlanganligini ko'rdi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Öz vaqtida biz farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis jinlardan edi. Shuni u Parvardigorining itoatidan chiqdi. Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar. Holbuki ular sizlarga dushmandir. İblis zolimlar uchun nima degan yomon badal. Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon. أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم
وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. Ular, yani şeytanlarga osmanlarning va zaminning yaratılışını mı? Ularning o'zlarining yaratılışını mı ko'rsatganim yo'q. Yani mazkurlarni xalq etgan chig'imda ularni hozir qilganim yo'q. Kishilarni ozdirg'uvchilarni yordamchi qilib olganimmi yo'q. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Şu kunda Allah ularga aytadi: "Sizlar mening sheriklerim deb o'ylaganinglarni chaqiringlar." Ular chaqiradi. Lekin ularning sheriklari ijobat qilmaydi. Biz ularning orasida ular o'talmaydigan halokatlik joyni paydo qildik. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Günahkarlar dozaqni ko'rib, uningga kiradiganligiga jazm qiladi. Dozaqdan qochadigan joy topolmaydi. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Bu Kur'an'da insanlarga türlük misallarını bayan kıldık. İnsan köp dətalaş kılıdı. Yani köp cidəlləşiş insanın təbiitidir. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. İnsanlarga hidayet kelgen çağda, ularning iman etmaslıkları ve Perverdigoridan mağfiret talep kılmaslıkları fakat Allah'ның burunqilarga tutgan yolunu, yani halak kılışını kütüdüganlıkları yoki o'zlariga keladigan azobni ko'zlari bilan ko'rishni kutadiganliklari uchundir. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Biz payg'ambarlarni faqat iymon etquchilarga xush xabar berguchi, osiylik qilguvchilarni ogohlantirguchi qilib avatimiz. Kofirlar payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatni yo'qqa chiqarish uchun behuda so'zlarni qilib munoziralashadi. Ular mening oyatlarimni va ularga berilgan ogohlantirishlarni masxira, ya'ni o'yinchoq qilib oldi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Parvardigorining oyatlari bilan pand nasihat qilingan. U oyatlardan yuz o'rgan va o'zining qilgan gunohlarini unutgan kishidinmi zolim kishi bormi? Shubhisizki biz ularning dillariga Qur'onni tushunishga to'sqinlik qiladigan pardalarni tortdik. Quloqlarini eg'ir qildik. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsang, ular hargiz hidoyat topmaydi. Ya'ni ularni iymonga, Qur'onga da'vat qilsang, ular da'vatingni hargiz qabul qilmaydi. Va robbukal g'afuru zur-rahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adab
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. Parvardigoring nihoyat mag'firat qilg'uchidir va rahim qilg'uchidir. Agar Alloh ularni qilmishiga qarab jazolaydigan bo'lsa, albatta ularga qilinadigan azobni tezlatgan bo'ladi. Lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. U vaqt kelganda ular Allohdan bo'lak hech panogoh topolmaydi. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Şu şəhərlərinin ahaliləri, yəni Hud, Salih, Lut, Şuayb peyğəmbərlərinin qavmlərinə oxşaş ötkenki ümmətlər zulm qılğanlıqları üçün ularını halak qıldıq. Ularının halak buluşuğa muayyen vaqtni belgiledik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Öz vaqtida Musa yosh xodimiga, ya'ni Yusha'i ibn Nunga ikki daryoning qo'shiladigan joyiga yetmigicha mengishimni to'xtatmayman. Shu joyga yetganga qadar uzoqqicha mengayveraman dedi. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyiga yetib borganda beliqini unutib qoldi. Beliq daryoga yo'l ilib kirib ketdi. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyidan o'tganda Musa yosh xodimiga atganlik tamoqimizni elib kelgin. Bu safarimizda haqiqatan charchab ketdik dedi. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Yosh xodim, biz cho'ng tosh ostida oram ilayotganda yuz bergan ishdan, ya'ni pishirilgan beliqning tirilib, sivatdan sakrab chiqib daryoga kirib ketganligidan iborat qiziq ishdan xabaring bormi? Men rostla beliqni unutibdiman. Beliqning ajoyib voqeasini sana aytishni faqat shayton menga unuttiribdi. Beliq daryoga ajoyib yo'l olgan edi dedi. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. Musa, bizning izdaydiganimiz dal mushu edi dedi-de. İkisi kelgan izi bo'yicha kayniga yenishdi. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. U ikisi beliqni unutgan cho'ng toshning yanida bizning bandalarimizdan cho'ng marhamatimizga erishgan va bizning o'zimizga xos ilmimizni, ya'ni ilmiy g'aybni biz bildirgan bir bandini, ya'ni Xizr alayhissalomni uchratdi. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Musa uningga Allah sana bildirgan to'g'ri ilmni menga o'rgatishing uchun sana agishaymi, ya'ni suhbatingda bo'laymi dedi. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. U aytdi, sen men bilan birga bo'lishqa sabr toqat qilib turolmaysan. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Sen cho'nqur tonib yetmagan, ya'ni qarmoqqa yomon, ammo mohiyatini sen tushunmagan ishqa qandoqmi sabr toqat qilib tura olaysan?
قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Musa eytti. Allah xolisa meni sabr qilg'uchi ko'rsan. Sening buyruqingga xiloflik qilmayman. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Xizr eytti. Agar sen menga ergashsang, yo'liqqan ish to'g'risida men uni sana so'zlab bergicha uningdan so'rama. Ya'ni o'zim so'zlab bermigicha qilgan ishlarimdan so'rama. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Şunun bilan u ikkisi birlikda mengib kelib bir kemiga chiqishdi. Xizr kemini teshib etdi. Ya'ni kemining bir taxtasini so'g'irib etdi. Musa uningga kemidikilarni g'arq bo'lib ketsin deb kemini tashdingmi? Sen haqiqatan qo'rqinchli cho'ng bir ishni qilding dedi. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. Xizr sen haqiqatan men bilan birga bo'lishga sabr toqat qilib turolmaysan demidimmi dedi. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Musa eytti. Ahdini unutib qolganligimga meni ayıplama. Sen bilan birga bo'lishda meni qiyin holga tushirib qo'yma. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. U ikkisi yana birlikda mangdi. Ular bir balını uçuratdi. Xizr uni o'ltirib qo'ydi. Musa, sen bir begunoh jonni nohaq o'ltirding. Sen haqiqatan yovuz ishni qilding dedi. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Xizr eytti. Sana men haqiqatan men bilan birga bo'lishga sabr toqat qilib turolmaysan demidimmi? قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Musa eytti. Buningdan keyin yana sendin birer ish to'g'riliq so'rasam, ya'ni qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zingga hamroh qilmag'in. Sana bergan va'damga 3 qitim xiloflik qilganligim uchun mening oldimda menga hamroh bo'lmaslikda ma'zursan. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. U ikkisi yana birga minib bir shaharga yetib keldi. Shahar aholisidan tomoq so'radi. Shahar aholisi ularni mehmon qilishdan bosh tortdi. Ular bu shaharda o'rilib tushay deb qolgan bir tomni uchratdi. Uni Xizr qo'li bilan silab, tuzlab qo'ydi. Musa aytdi: "Agar xohlasang, bu ish uchun albatta ish haqqi olgan bo'lardim." قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Xizr aytdi: "Bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz. Sen sabr toqat qilib turolmagan yuqorqi 3 ishning haqiqatini sana tushuntirib beray." أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Kemiga kelsak, u
dengizda ishlaydigan bir qancha nafar kambag'alning kemasi edi. Men uni teshib, ayibnak qilmoqchi bo'ldim. Chunki ularning oldida, ya'ni boradigan yo'llarida har qanday saq kemini egasidan zo'rlik bilan tortib oladigan bir podshoh bor edi. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Öldürülgen balığı kelsak, onun ata-anası mümin idi. U aslida kafir yaratılganlıktan çoğun bolganda onun gumrahlık bilen küfrini ata-anasıga tengişidin korktuk. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Şunun üçün biz ularning Parvardigorinin ularga u balığı qaraganda pak ve köyümlük perzent ata qilishini iroda qildik. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Tamgı kelsak, u shahardagi ikki yetim bolaning edi. Tam ostida ularning haqqi bo'lgan xazinasi bor edi. Tam o'rilib ketsa, xazinasi echilib qilib, kishilar uni elib ketadi. Ularning ota-onasi yaxshi odam edi. Parvardigoring ularning cho'ng bo'lganda tam ostidagi xazinasini chiqarib olishini iroda qildi. Bu Parvardigoringning ularga qilgan rahmatidir. Uni, ya'ni yuqoridagi 3 ishni men o'z xohishim bo'yicha qilganim yo'q, balki uni Allohning amri va ilhomi bilan qildim. Sen sabr toqat qilib turolmagan narsalarning haqiqati ani shu. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Ular, yani Yahudiler senden Zulqarnayn toğruluq so'rashidi. Sizlarga men uning qissasini vahyi asosida bayon qilaman degan. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Onunğa biz zeminda haqiqatan kuch-qudrat ata qildik. Onunğa öz maqsadiga yetishning bütün yo'llarini osonlashtirib berdik. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Zulqarnayn Allah onunğa osonlashtirib bergan yo'lga mangdi. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. O kun petiş tarafga yetib borganda kunning qara loyliq buloqqa petib ketayotganligini his qildi. U buloqning yanida bir turli qavmni uchratdi. Biz, ey Zulqarnayn, sen ularni jazolig'in yoki ularga yaxshi muomalada bo'lg'in dedik. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Zulqarnayn aytdi: Kimki zulm qilgan bo'lsa, biz uni jazolaymiz. Ondan u Parvardigorining dargohiga qaytariladi. Parvardigori uni qattiq jazolaydi. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى
وسنقول له من أمرنا يسرا. Kimki iymon etsa va yaxshi amal qilsa, uningga eng yaxshi mukofot beriladi. Uni qulay ishga buyuramiz. ثم أتبع سببا. Ondan Zulqarnayn Allah uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Zulqarnayn kun chiqish tarafga borganda, kunning shundoq bir qavmning ustiga tushayotganligini ko'rdiki, u qavmga biz kunning haroratidan saqlanadigan kiyim, imorat qatorliq narsalarni ato qilmadik. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Ahvol shundoq bo'ldi. Ya'ni Zulqarnayn kun chiqish tarafdagi kishilarga kun pitish tarafdagi kishilarga qilgan muomalani qildi. Biz uning qo'lidagi narsalardan to'liq xabardor edik. ثم أتبع سببا. Ondan u Allah uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Zulqarnayn ikki tog' orasiga yetib borganda, ikki tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilni bilmaydigan bir qavmni uchratdi. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Ular, ey Zulqarnayn, Yajuj bilan Majuj yer yuzida haqiqatan buzg'unchilik qilguvchilardir. Biz bilan ularning orasiga bir to'sma selib berishing uchun sana bir qism melimizni bojga o'xshash to'lasak bo'lamdi, dedi. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Zulqarnayn aytdi. Allah'ның bana bergen narsaları, yani kuch-quvvat va podshohlik sizlarning menga beradigan melinglardan ortiqdir. Menga odam kuchi yordam qilinglar. Ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma selib beray. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Bana tömür parçalarını elip gelinglar. Tömür parçaları dövülünüp, ikki tog'ning orasi takshi bo'lganda o't tutash turib ko'riklarni besinglar. Tömür parçaları qizib, o'tdek bo'lganda u menga eritilgan misni beringlar, ustiga to'kay dedi. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Ular, yani Yajuj Majuj uning ustiga chiqishga uni teshishga qodir bo'lolmadi. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Zulqarnayn aytdi. Bu, yani to'smining barpo qilinishi Parvardigorimning ne'matidir. Parvardigorimning va'dasi ishga oshganda, u uni to'ptuz qilib etadi. Parvardigorimning va'dasi haqdir. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. U kunda, yani qiyomat kunida qistongchilikdan kishilarni bir-biriga giralashtirib etamiz. Sur chelinadi. Ularni hisob uchun yig'imiz. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. U kunda,
kofirlarga jahannamni oshkora ko'rsatamiz. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Ularning bu dunyodagi chog'larida dillarining ko'zlari meni yod qilishdan pardalangan edi. Ularning dillarini zulmat bosqanligi uchun kalomullohni anglashga qodir emas edi. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Kafirlar meni qo'yib bandilarimni ma'bud qilib bo'ladi deb o'ylamdi. Biz jahannamni kafirlarga haqiqatan manzilgoh qilib tayyorladik. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Sizlarga amallari jihatdan eng ziyon tortquchilarni aytib beraylikmi? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ular hayoti dunyoda qilgan amallari yo'qqa chiqqan, ammo o'zlari obdan ish qildik deb o'ylagan odamlardir. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Ani shular Parvardigorining oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni inkor qilgan. Natijada qilgan amallari bekor bo'lib ketgan kishilardir. Qiyomat kuni ularni, ya'ni mundoq kishilarni qilchi e'tiborga olmaymiz. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Kafir bo'lganliklari, mening oyatlarimni va payg'ambarlarimni masxira qilganliklari uchun ularning jazosi jahannamdir. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Shubhisizki, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning manzilgohi Firdavs jannatlari bo'ladi. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Ular Firdavs jannatlarida mangu qoladi. Uningdan yo'tkilishni xolamaydi. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Aytqinki, Parvardigorimning so'zlarini yezish uchun agar dengiz suyi siyoh bo'lib ketsa, Parvardigorimning so'zlari tugimay turib, dengiz suyi cho'qim tugab ketgan bo'ladi. Mubodo yana shunchalik dengiz suyini keltirsakmi? قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ey Muhammad, aytqinki, men faqat sizlarga o'xshash bir insonman. Menga vahiy qilinadi-ki, sizlarning ilohinglar yolg'iz bir ilohdir. Kimki Parvardigoriga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, ya'ni savobini umid qilib, azobidan qo'rqidi ekan, yaxshi ish qilsin. Parvardigoriga qiladigan ibodatga hech kimni sherik keltirmasin. Qur'on Karim abdi tali